أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اتبعه هداه. أما بعد. Bugünkü okuduğum tema eş-şa'r. Şa'r bu Mustafa Lutful Manfaluti degan meşhur ustazningki yozgan maqolasi ekan. Manfaluti mashhur tanilgan adabiyot yozuvchilarining birisi. Bu yaqinqi asrlarda o'tgan shu yozuvchilarning birisi. Kataba ilayya katibun yaqulu bir zamanında deb xat yozib qo'ydi. Arafnaka qabla al-yawmi sha'iran ma taktubu faqra. Biz seni bugunga qadar bir abzasın bir nasr yozib bakmaydigan, she'rlar yozgan shoirda tunib kelgan to'q. Faqra degan bir abzas. Thumma ra'aynaka ba'da zalika katiban ma tunazzimu shatra. Keyin shoirlikdan yozuvchilikqa o'zgarib ketding deydi. Shatra degan bir misradan bir beytdan erimini misradan shatra degan shu anda. Baş shoirdan bir abzasni nasr yozib bakmaydan keyin g'achida yozuvchilar ketib bir misrami she'r yozmaydigan bo'lib ketding. Falima lam taktub fi ahdika al-awwal. Nima uchun sen dastlabki vaqtingda nasr yozib bakmading, shoir bo'lgan vaqtingda deydi. Valima lam tash'ur fi ahdika al-thani. Nima uchun ikkinchi bosqichlik hayotingda she'r yozib bakmaysan? She'r yozganda nasr yozmaysan, nasr yozganda she'r yozmaysan deb turib. Ka'annama zanna afahullah. Xuddi u munda o'ylab qolgan o'xshaydi dedi. Alloh uning aqlini sog'lom qilg'ay. Anni aktubul yawma biqalamin ghayra qalamil amsi. Men bugungi kunda boshqa bir qalam bilan yozayotgandek o'ylab qoldim. Lekin men amaliyotda shu burun qaysi qalam bilan yozgan bo'lsam, shuni bilan yozyapman dedi. Aw ahimu fi wadin ghayri zalikal wadi. Yoki ash vadidan boshqa joyda tangirqab yurayotman deb o'ylab qoldim. Ya qilg'ashim bir demoqchi. She'r yozay, nasr yozay, demak meningki qilg'ashim ya'ni bir ishdan iborat demoqchi. Ahim degan tangirqab yurish, ezib tezib yurish. Ala tara annahum fi kulli wadin yahimun. Zg'oshaydin. Wa hal ash-sha'ru illa nutharatun min ad-durr yunazzimuha an-nazimu in sha'a sha'ran wa yanfuruha al-katibu in sha'a nathra. She'r degan unda ratlab tizib jibga chizdigan dek masalan, bu xolisa she'r qilib ratlaydigan, xolisa nasr shaklda yozuvchi masalan nasr shaklda chechib yozdigan, shundan boshqa narsa emas bu. Misol degan chechilgan narsadir. Chechilgan degan bu. Marvaytning chechib ketgan bir nimasi. Buni mana jibga o'tkazib tizza, tiziq desa bu she'r bo'ladi. Bu tiziqqa o'tkazgan narsamda ya she'r oldu, ya nasr oldu. Ikkilisi bunda ratlab tizgan narsadan iborat. Lekin tizilish uslubi o'xshamaydi demoqchi. Aw nagmatun min nagamatil musiqa. Yoki muzikaning nag'ma navosidan iborat bir nag'ma navo bu. Yasma'uha as-sami'u marratan min afwahil balabil wal hamaim. Anlovchi gah kattar bulbullarning oldida anglaydi buni. Gah va ukhra min awtaril idan wal mazahib. Ba'zida duttarlarning masalan tambularning udning esa ayda degan mush udni demoqchimiz. Arablarning ud degan chalg'asi bor. Bizdan tambu duttar o'xshab qolgan. Shuning tarlardan dedi. Avtar degan tarlardan va shu zahmak shiltarlarning urilishidan anglish mumkin ba'zida. Aw alamun min awalimil khiyal. Yoki xiyol dunyolaridan bir dunyo bu she'r degan. يطير فيه الطائر بقادمتين من عروض وقافية. Kuş bu dünyada iki aldı peyvlen uçudu dedi. Kadime degan qanotning shu oldidagi peyni deydi. Kadime. Qavadimizda odatda aldı putgan bo'ldi emas, charpaylarimizda aldı putgan bo'ldi. Lekin bu qushlarningida qadime degan oldidagi qanotiningki oldi turgan 10 ga yaqin peyvl ekan shunday. Shu peylardan ikki peyvlen uçadigan qushlar aldı iki peyvlen uçadigan bir dünya bu. Bu iki peylma min arudun ve kafiye. Arud ve kafiye'den ibaret iki peyli. Arud degan albatta şu she'rning vazniga munosiblik. Bu şu ilmni demakchi. Aruz ilmi. Kafiye degan her baytninki oxir so'zdiki, oxirgi harf bilan oxirgi harakat sakini bilan ketishlab bir bo'g'imlarni deydi. Aw khafiyatayni min fiqarin wa asja'.
yoki xafiya degan qanotni unda kərgan chaqda ko'rinib turadigan, qanotni unda yig'sa ichida qoladigan payl ekan. Yiqqan chaqda mahvolib ko'rinmaydigan paylar demoqchi ekan. Uni biz Uyg'urchada bunda payl deb atash yo'q. Fiqar degan faqraning ko'pligi, ya'ni abzaslar. Asja degan bir-biriga mos kelgan qamlashgan so'zlar. Ashunda abzaslar qamlashgan so'zlardan tarkib topgan ikki pay bilan uchadigan qush. Ashunda kezib yuradigan bir dunyodan iborat bu she'r deydi. Al-katibul xiyali sha'irun bila qafiya va la bahr. Ani xiyali yozuvchi degan qafiyasiz, bahrsiz she'r yozuvchidan iborat deydi. Bahr degan aruz vazniki 10 vazn ne demakchi? Bahr. Ha, şu 14 bahr var. Yoki bir ashkin ortiq qo'shsa 16 bo'lishi mumkin. Arab aruz ilmida 16 dan bahr. Yo'q, qafiyasiz, bahrsiz she'r yozgan kishidan iborat bir xiyoliy yozuvchi degan. وما القافية والبحر إلا ألوان وأصباغ تعرض للكلام فيما يعرض له من شؤونه وأطواره. Bu qafiya, bahr, aruz va kaza degan bu faqatlam sizning ba'zi ishlarda, ba'zi bosqichlarda bilib kelib qoladi. Lekin davomli bunda qafiya bilan birga kirish kerak emas so'zga. Yoki unda bir sajoatlik qamlashgan abzas bo'lish kerak emas. Bunun sizmi kasb yo'qdir. Lekin ba'zi bir bosqichlarda, ba'zi bir ahvollarda ayni qafiya va kaza kelib qoladigan ish bo'ladi deydi. Atvar degan bosqichlari. ولا علاقة بينهما يعني بين القافية والبحر demakchi. Shunami? وبين جوهره وحقيقته. Davoni ekan bu kalam bilan yozuvchi bir so'zni qilmoqchi. Bu kalam bilan kalamning javhari va haqiqatini, mag'izi va o'sha haqiqiy mohiyatini olib qo'ysak, aslida u qafiya bilan bahr bu narsalar so'z bilan munosabatsiz. Asl aloqasi yo'q. U bo'lmasin bo'lardi. Walaula anna ghariza fi nafs. Endi insonlarning nafsida unda bir tabiiy bir xohish bor edi, yoki shunda istak bor edi. An yuraddidal qailu ma yaqulu va yataghanna bima yuraddidu tarwihan an nafsi. Insonning tabiatida shunda bir narsada takrar o'qib yoki g'ingshib baqib, yataghanna degandan g'ingshib naqsh o'qib baqib o'zini aram oldiradigan bir tabiat bor edi. وتطويبا لعاطفته. Sizning tatvibanmi? Tatwib. Bu tatwib bo'lish kerak aslida. Tatwiban. Bu nima so'zdan kirib chiqqanki bu hukm tatwib. Tatwib deb qo'ysak unda o'zining hissiyoti, shunda bir texmo yaxshilash, texm bir xil yaxshi his qilish uchun bir gapni takrorlayversa yoki bir gapni g'ingshi unda naqsh shaklda o'qisa aramab qoladigan bunda bir tabiat bor edi. Shu bo'lmagan bo'lsa, ma nazama nadimun shara, she'r yoki bir qasida yozgan odam unda she'r binasa izbaqmon bo'ldi. Wala rawa arudiyun bahra, yoki aruzchi olimdan birasi manda bahr va unda bahr va deb bahr to'g'riliq gapni qilmoqman bo'ladi, biroq bahrni o'ttirib chiqarmagan bo'ladi dedi. Lekin inson tabiatida o'shanda muzikalik yoki bir narsani takrar qilib jaq shudgan narsa bo'lsa, o'ziga aramab qolgan bir tabiat bo'lg'achqa, shunda bahr degan narsa, vazn qafiya degan narsa kelib qoldi. Bo'lmasa u so'z bilan uning munosabati yo'q. Qafiya bahr tushmasa bu so'z maqsadga daqis bo'ladi dedi. كان العربي في مبدأ عهده ينظم الشعر. Arab kishi dastlabki chaqlarda she'rni ashunda tuzitdi dedi. ولا يعرف ما قوافيه وأعاريضه. Bunun qafiyasi nima, arudi nima? Arud degan chiqilmandi. Birisi ilmul arud degan u bo'ladi. Ikkinchisi birinchi misraning, bir baytning birinchi misrasining oxirini arud deymiz. Xuddi ikkinchi misraning oxirgi so'zining qafiya va kaza ravi degandek, birinchi misraning oxirgi tarafini arud deymiz. Demak, bir baytning oxirgi qafiyasi nima, birinchi misraning oxiri arudi nima, uni bilmay she'r yozdi. She'r o'qiydi shu arab kishi. Va ma ilaluhu va zihafatuhu. Ilal va zihafat degan arud vaznidagi atalg'ular bular. Bu bir sabab yoki vatadda sabab xafif bu deydigan atalg'ular arud.
sabab ya vatat degandek bir ahvol kelib qolsa, g'achchida sakin ya mutaharrik sakin deb bunda o'zgarib ketadigan ahvol bor. Shuni aylar deymiz. Zihafat degan bu manda sababi xafi va sababi saqilninki ikkinchi harfga kiradigan o'zgarishlar. Yani o'sha arud vaznninki ujur bujurni va kaza istilah atalg'ularni tuqmay she'r yozib beradi. Bizning Uyg'urlar emaslar. Ay dolandagi ba'zi odamlar, tog'dagi ba'zi odamlar bu arud vazni ya barmoq vazni yoki uning xosiyati uni buni uqmay o'zining tabiatidan qo'shaq o'qiy oladi, she'r o'qiy oladi. Masalan, yoki masalan Uyg'ur odatda Uyg'ur kishi grammatika, tushum qilish, nima qilish va kaza qilish, ravish, ega qilish degan uqmay shu qoidaga uyg'un qilgan so'zni qila oladi-ku. Ha, o'zi to'g'ri qila oladi deydi. ولكنه سمع أصوات النواعير لكن هو أراب نواعير degan na'ur min ko'p bu bunda sutat qilgan ya chaqpalakdak nima biznasi chaqpalak bunda cho'ylab shu har qatimni shar qilib har qatimni shar qilib bir xil ritmli muzik chiqadi-ku shunda ovozni oldi dedi va hafifa awraq al-ashjar daraxtlarning g'azanlarining shirildishini oldi dedi her şamatsı şırıldak doğanlanıldı. Ve hariral ma ve hafife avrakul eşcar ve hariral ma. Harir diyen ma hır diyen bu bir kıl avaz yani bizim Uygurça'nın şırıldaş değil. Şunun şırıldışı. Şunda şakır bir yardımın azrak şır kıldığı şokrap şey mesela. Şimdi. Muşu Arap Türk'ün hafif harir diyen de bir her tekrarlanırlar. Dikkat kısalım. Aş köpünce ahvalda nimden kelib chiqadi? Bir ishninki takrar bo'lganligidan kelib chiqadi. Sherildigan shir endi takrorlash bor. Xirildisini xir qilish bor. Ashu yaritning takrorlanishi, ashu ishning takrorlanganligini ko'rsatadi. Va buka'il hamaim kapta dimdalninki ullishi. Meyadan yig'ilishi debdi, shunga o'xshash endi. Yig'ilib o'xshatgan bo'lish kerak. Falladda sawtu tilka tabi'atul mutarannima. Ashuni anlagandan keyin aşı nakş to'laqan tarannum degan naqsh aytish, g'ingshirish mutarannima degan naqsh to'layotgan, naqsh yangiritayotgan aşı tabiatning ovozi unga nihoyat huzurlik bilindi deydi. Huzurlandi bu. Valadda an yabki li bukaiha. Aşı tabiatning yig'lishiga buni tankash qilib yig'lashni huzurlik bildi bu. Xo'shatdi uni. Ve yenşuca li nesijiha. Neşi degan vaqirab jaqirmay lekin buquldab, isadab yig'lash. Buquldab ketdi, isadab ketdi deymiz-ku, shunda. O'ksib yig'ildi emas. Va shu tabiatningki ovoz chiqarmay shunda o'ksib yig'lashlariga tankash qilib bumi endi o'ksib yig'lashni yapti dedi. Va ayyakuna sadaha al-haki li rannatiha va nagmatiha. Aş tabiatning nag'ma navosi va taraqturuq aşında jiranglashları rannat degan shu. Ammo telefonning yanfının jiranglashini ranna deymiz. Ranin, ranna. Aş tabiatning nag'ma navosi va taraqturuq qilgan aşında ritmli jiranglashdek ovozlarni do'rab al-hakiya do'raydigan sada so'lashni yaqti dedi. Aşı inson tabiatdagi aşında ritmli muğlaq ovozini o'zi aksattirib turgan bir sada bo'lishni yapti dedi. Hakiga hikoya qilib turgan. Mesela shu hayvonni ovozlarini birisi do'rab muqisa, shu hikoya bo'lgan. Taqlid ovozdan bu taqlid qiluvchi degan haki. فإذا هو ينظم الشعر من حيث لا يفهم منه إلا أنه ذلك الخيال الساري المتمثل في قريحته بين شدقيه. Şunlar bu aslında yaxshi ko'rganken tuyuqsiz bu o'zligidan qanday qiladi? O'zi bilib bilmaylam she'rni shundalam to'qiydi bu. Bunda bir narsani tushunib, uni planlab bunda qilgash emas. O'zligidan shundalam tabiiy nuqtada. Onu bak tushunib ketmaydi. İlla annahu zalikal khiyal as-sari al-mutamassil fi qarihati bayna shadaqayhi. Bu faqat davomda nimadan iborat bo'lganiga nisbatan ash-she'r shadaqay degan ikki javg'i degan bo'ldi. Ikki javg'i o'tirdiki, qariha degan fikr, tafakkur,
mahsuli degan bo'ldi, tabiiy qobiliyat degan bo'ldi qariha degan. Ashki javobga orliqidagi tabiiy qobiliyatida gavdilangan, ashunda bir yurib kelayotgan bir xiyoldan iboratlan bo'ladi buning nisbatan. Shari degan kelayotgan, ma'lum kelayotgan ham. Mutamattil degan gavdilangan, mujassamlangan. Wala min awzanihi wa durubihi. Demak bu she'rning manda vaznida, manda turlik she'r, bu erkin she'r, chashma she'r deb uning turlarini bir narsani bilib ketmaydi deydi. Illa ana sura min suwarihi wa lawnun min alwani. Faqat bu she'rning bu turning bir qismi shu. Bir xil she'r bu deb shunday tushuniladi. Unda hozirgi maktabda o'qib, tadqiq qilib, qilgan unda ilmiy istilohlar bo'yicha, qoida bo'yicha bilib ketmaydi. Zalika muntaha nazar al-arabiy ila ash-shar. Dastlabki chaqlardagi arablarning she'rga qarta qarishininki shu dedi. Shunchalik bir ma'lumotni bor tamda she'rga qarta. Muntaha degan eng tugaydigan cheki. Yani xuddi qarasa ko'z yetilgan joydan cheki shuya qadar. Uning orqini bilib ketmaydi. ذلك ما دعاه إلى أن يسمي النبي الذي بعثه الله إليه شاعرا. Aşında bilgeçke bu şiirning vazni qafiya, bahr arud, o'ch bo'chin bilib ketmageçki bu. Bunda ritimlik bir gap bo'lsa, bu she'rda tushunib ketadigan bo'g'achqa Alloh taolo ashu arablarga ilayotgan ash payg'ambarni shoir deb atadi. Mush sababdan. Ya'ni arablarning ashunda tushunchisi Allah aytgan payg'ambarni shoir deb atishiga sabab bo'lgan dedi. Chunki u payg'ambarmi anda ritimli shunda qilishgan bir so'zni degan bo'lg'achqa, bu shoir deb o'yladi. Bu she'r emas. Va ma huwa biqawli shoir. Wa huwa ya'lamu ka ghayri min an-nas annahu ma qasada fi hayatihi qasidatan wa la rajaza arjuzatan. Aş Arab boshqa arablarga o'xshash biladi deydi. Obdan biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotida bir qasida so'zlab bakmagan. Yani qasida tuzib bakmagan demakchi, ha? Yoki qo'shiqdan birini aytib bakmagan. Arjuza degan bu she'rdan bir vazni, lekin unda qo'shiq shaklida yengil. Odatda unda dehallardan deyishib nima qilgan qo'shiqlar bor. Yoki askarlar, dehallar yengil. Vazniki buni arjuza, rajaz deymiz. Eng yengil, eng oson, qulay bir bahran. Qo'shiq desak bo'ldi. Ya qo'shiq, ya bir she'r, ya bir qasida tuzib bakmagan ekanligini Rasulullohning biladi bu. Bilsam da ashunda o she'r haqida bak cho'nqir nimasi bo'lmagan ekan, shoir deb baqdi. Walakinnahu sami'a min kitabillahi wa ayatihi al-mufassalat. Lekin u Rasululloh she'r yozib bakmagan, tuzib bakmagan, qo'shiq deb bakmagan bo'lsin, lekin Rasulullohning og'zidan nima oldi bu arab? Allah'ın kitabının ayetleri iniq aşında hükümlerini ayırıp birdiğen yoki shu ayrım ayet kılıngan şunda vahiyni anladı. Eblagal kelam. Bu vahiy nima iboratda ayetlar so'zning eng balog'atligi va afsahihi bo'lishi kerak. Afhasi deb qo'yibdi. Shunga shunami? Afhasi. Eblagal kalami va afsahahu. Eng fasahatki afsahahu bo'lishi kerak. Xato biz. Ve a'laqahu bin nufus. Adamning ko'ngliga qattiq o'rnab qolgan. Ve akhadahu bil albab. Dillarni mabtun qiladigan. Bunda bir so'zlarni anlatadi bu. Yani bu oyat Allohning vahiyga oyatlarga iboratdir. Ve amlakahu lil awatif. Bütün hissiyatini kontrol qilib olgan, egallab olgan. Ve vicdan vücudini egallab olgan. Vicdanat deganmi shu ko'ngli, dili, ko'ngli his qilgan narsalar ham. Ve ecma'ahu li sunuf at-tashbihat al-badi'a. Badi'i o'xshashlarning turlarini eng ko'p to'plagan deydi. Tashbih deya o'xshash. Badi'i degan badi'i uyg'urchasidan badi'i. Ve isti'arat ad-daqiqa. Na'inchka isti'aralarni ko'p to'plagan. Ve majazat ar-ra'i'a. Ve kinayat al-mustatrafa. Kinaya degan ikki ma'noda ishlatishga bo'ladigan, lekin boshqa bir ma'noni maqsad qilgan, qo'li uzun degandek emas. Qo'li uzun, qo'li agri deydi. Qo'li agriga ras qo'li agri bo'lishi mumkin. Yoki o'g'ri bo'lishi mumkin. Qo'li uzun bo'lsa, ras uzun bo'lishi mumkin, yoki hamma ishni to'g'rilay oladigan, munosib, kuchli, iqtidorli degan bo'lishi mumkin. Mustatrafa degan nayt qiziq, chiroyli degan bo'ladi. Latifilik.
وأمثال تيك مما لا ينطق به الناطق في أكثر منازعه ومناحيه إلا عند ذهاب مذهب الخيال الشعري. وأمثال تيك ديان تلك ديان ولا أخشى تيك ديان تلك سنجد تلك ما تيك ديسكم تورا بعدين لمنا أصلا أشرب نمخوضها ذاك دايما مثلا ذاك ديسك ذلك دبقيمز لم أتصل منه لكن اسم إشارة بوتيك اسم إشارة المؤنث أشون غوشش نورغن الله يذكرنا إشك آغان دمشق مما لا ينطق به الناطق في أكثر منازعه ومناحيه منازع ديان بالناس صغرب ألغى أوران ديان يعني مزمون ألغان جاي ديان ماندا مناحي ديان bu yolları ve yüzleniş tarafları diyen bu. Teveccühe yoki mazmun algan joylarda ko'pincha ahvolda bir narsani so'zlagan kishi odatda tilga olmaydigan deydi. Faqat lam illa anda zahabi mazhabil xiyal shari. Faqat lam she'ri xiyal jihatdan tutgan yo'li qo'ldan ketib qolsa, andin ishiltidigan ashuna nurg'un narsa bor. Shuni o'zicha olgan. Fashubbiha lahu. Ularniki Arabga nisbatan bu Qur'on oyatlari she'rga o'xshash ko'rinib qoldi deydi. Shubbihalar. Fasamma ma sami'ahu shi'ra. Shunlar Rasulullohning oldidan Allohning aytganini she'r deb ataldi. Wa samma an-natiqa bihi sha'ira. Shu oyatlarni o'qigan Rasulullohning shoir deb oldi. Wa ma huwa bi-sha'ir. Amaliyotda Rasululloh shoir emas. Wa la sahir. Sahir emas, kahin emas, majnun emas. Kahin degan bunda oldin xabar berib baqni g'aybdan so'zlaydigan falchirammal shunda daxan firqullarni deydi. Arablar majnun deb baqdi, kahin deb baqdi, sahir deb baqdi, shoir deb baqdi. Lekin uni masallik deganlar bor. She'rni ayiradiganlari masallik degan. Da filollar shoir deb baqdi, bu deb baqdi deb deganlar bor. Ma kullu mawzunin shi'ra. U vaznga tushgan so'zdan bo'lsa she'r bo'lib qolmaydi. Odatda bizning normal so'zlashayotgan so'zlarni ba'zi bir jumlani vaznga solsak, vazn tushib qoladi. Hatto ba'zi oyatni o'sha aroda vaznga solsak, tushib qolgan jumlalar bor oyatda. Lekin ikkisining o'rtasida farq nima? Nima uchun buni she'r deymiz? Ma bizning da'vatning so'zini she'r demaymiz. Matasha sonda bo'lgan adabiyot o'qib. Biz adabiyotda o'qishimizda zarda. She'r bo'lish uchun bu shu so'zni degan kishi she'r aytdim degan maqsadda ashunda niyat bilan deyish kerak. Odatda falana xunma jo'zni ayga qo'ygan desa vaznga chiqishi mumkin. Lekin bu she'r emas. Ama she'r o'qidim da boshida desa bu so'zni, anladim bu vaznga tushsa, qafiyasi joyidan biz boshqalar bo'lsa, ana she'r o'qidi. Wala kullu nazimin sha'ira. Demek nazm qilib ratlab tizib so'z qilgan odamning hammasi shoir bo'lib qolmaydi. Uning qilgan gapidan hammasi she'r bo'lib qolmaydi. Fal vaznu malakatun ta'allaqa bin nafsi an tul tardid al mandum. Chunki vazn degan bu bir xil iqtidordan iborat. Malaka degan insondagi tabiiy iqtidor. Yoki jiq tajribadan hosil bo'lgan mahorat. Ta'allaqa bin nafsi min tul tardid al mandum. Nazmga tushirilgan qafiyalik ashunda she'r qasidalarini to'la takrorlab, to'la o'qiyversa, insonning ko'nglida paydo bo'lgan bir xil iqtidor bo'ladi. Vazn degan. Va tag'anni bihi maqta'an taqti'an. Sizlarga shunami? Chiqirsa? Maqta'an maqta'anmi? Maqta'an taqti'an. Maqta'an bo'lish kerak mi? Ha? Demek chiroyli chizilgan shu so'zni har bir parchadan mafa'il vazniga tushirib turib, bir parchadan ashunda g'inshib o'qib chiqishdan jiq tajriba olganda keladigan bir iqtidor deydi. Tafa'il degan shu mafa'ilun degandek vazn demak. Fa wa nagmatun musiqiyatun, demak bu vaznga nimadan iborat? Bu musiqilik bir navo bu. ولحن خاص من ألحان الغناء. نقشنا ما أرخل أهانلنا أيرم بر أهانه. يتمثل في قول الملك الضليل. أبو أزغن padişahın مش şehirde gövdelengen. أزغن padişah kimse İmrul Qays. Padişahın oğluydu bu. Arakını içip
padişahlıqını talashmak keyin degan al-yawma khamrun va gadan amrun deb arab so'ygan. Keyin urushib, yangi bayani qilib padişahlıqını talashgan. Men shu Malik Dalil ekan. Araq sharab ichib ishrat bilan yurgan bo'g'achqa shunda nom qo'yilib qolgan. Qifa nabki min zikra habibin va manzili. Bu Imrul Qaysning muallaqasininki baş yerim sırası mı? Qifa nabki min zikra habibin ve manzili bisiqtul liva beyned dukhuli fahawmali. Yani bu İmrul Qays degan meşhur şu Kabe'ye es bo'lgan qasidaning boshlanishimiz. Demak, mushu başlanışdadır bir xil aslında müzik var. Nağmınava var. Oqsamasan qifa nabki min zikra habibin ve manzili. Tak şudur. Qifa nabki min zikra habibin ve manzili degan Arablar burun qasidini bulutol urush, bulang talanda ko'chmalik hayotda yashagan ekan, bir yerda bir urushlar bilan bulang talang olsa, ya bir yerda qiroslik qilib, yana bir yeshillikqa, yaylaqqa ko'chib nima qilsa, burunqa bir kishi yashagan, 15 yil yashagan diyarlarda xarobalikqa izlar qolib qoldi-ku. Ash izlarga kelib, burunqa yaxshi ko'rgan kishilarni eslab da o'tirib yig'laydigan bir shivat bo'ldi. Bukal atlol deydi. Yani xarobalik yig'isi degan. Arabda bu qasidani ko'pincha bukal atlol bilan boshlaydi. Boshqa bir mazmunda bir qasida o'qiysizmi? Bukal atlol deydi, ya g'azal o'qitib, ondan asl maqsad keladi. Demak, bu bukal atloldan iborat. Qifa nabki min zikra habibin va manzili. Suyumlik kishi, suyumlik diyorni aslash xotirasi din biz yig'laylar ya to'xtanglar deb kamrasiga burun qizning suyumlik kishilar yashagan diyarning xarobalig kelgan chog'da ishga hamrohlarim to'xtangmayadi. Bizma do'sarlarninki va shular turgan joyni xotirlab bir yig'laylar demoqchi. Kama yatamassalu fi qawlil Khalil, yana Khalil degan nahayati katta lug'ashunos. Şu arud vazni ijod qilgan, sarf vazni ishtiqoqni ijod qilgan olim dindardir. Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, bunun Al-Ayn degan kitobi bor mashhur. Khalilning bu so'zini gavdanida dedi. Fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun. Demak, bu yerda bir ritm va nag'ma chiqdi dedi. Demak, bu shunda bahr yamush vazni qilib tushirgan edi. Bazıları miskeci, tunikisinden, makaştadım olqa odaldı, barajada, kanay, meşesediğen, tıkatakkan da burada. Şöyle gitip bağlan çağda da nimeti düşürüp, bunda nime kıygan deydiken. Ta'ulun mafa'ilundur, vezni düşürgen. Bu şunda şehrin vezni düşürdüm. Ta'ulun mafa'ilun. Birisi şunda şehir kodu, vecbuke ya amru fiye tuğlu. وفي وجوه الكلاب طول مستفعل فاعل فاعل فاعل. Demek fa'ulun mafa'ilun deganda hozir bir ritim nag'ma bor. Biz ashuni his qila olamiz. Imrul Qaysning kidimo ashunda bir nag'ma bor. Va yataraa fi awtar al-halq an-natiqi kama yataraa fi awtar al-ud al-asmati. Asmat degan zuvansiz. Bu gap qilmaydi. Ud hozir o'shada chalg'i asbob. Tambur yoki dutor o'xshaydigan, yoki qozoqning haliqa dumbura o'xshaydigan narsa arabning. Ashunda so'z qilmaydigan, lekin ovoz chiqadigan shu tambur, ud tarlarida ko'rangindek so'z qiluvchi mush kanayning tarlaridami ko'rindi bu nag'ma. Demak, shu ovozmadir kanayning bunda targa o'xshash nimalardan jig'ildishidan chiqishi mumkin. أما الشعر فأمر وراء الأنغام والأوزان. عند الشعر كاسك demek وزن جنب وبرخ الاقتدار. زمان عند الشعر كاسك فأمر وراء الأنغام والأوزان. bu وزن يا نغمة ورتم دياندن başka bir narsa bu şiir diyen. ومن نظم بالإضافة إليه. عند شرايل تزب رتلب من ده شكل أكلش الشعر نسبة نما بلدوسك إلا كالحلية في جيد الغانية الحسناء. شعر واكن همدا شرايل رتملق كاغن bir ahval واكن. Hem şiraylık ritimlik kâgine aşırı nispeten nima? Bu sahip cemal şunda bir güzel bir ayalının boynudaki macan yoki gulabkiga o'xshaydi dedi. Şiraylık ayal gulabki bo'lmasimi? Boynu shunda güzel yani şiir bulardı aslında. O'tgan gibi gap bor, shunga o'xshaydi. Nazm bo'lmasimi? O şiir.
Xuddi chiroyli ayolning bo'yniga gilam taqab qo'ysin, jiqbi yangi paydo bo'lgandek. Ya'ni shu go'zallikka güzel, ya bakrak güzel bo'lishi mumkin. Bunda demoqchiman. Jid degan bo'yni. Fi jidiha hablum min masad. Jid. Awal washi fi thawb ad-dibaj al-muallam. Muallam degan bunda yabayalarni belgi qilib alayda ishlangan edi. Ya'ni muallam degan xuddi baxtandek bunda. Da yo'lliq, ba'zi bir yerlari ishlangan. Va yanglari bir ishlangan, va pashlari ishlangan masalan. Yaqinlari ishlangandek bunda. Dibaj degan jipak, thawb degan raqiya kiyim, vashi degan kashta. Demak, shunda alayda baqsam jipak raqtda ishlangan kashtiga o'xshaydigan bir narsa bu. Fakama annal ghaniyata la yahzunha utlu jidiha, utl degan baka qilishi degan. Shuni atl deymiz, ishtitog'ini. Chiroyli sajimal ayol kishi bo'lsa, boynu binas taqmay qolgan ahvoldimi ish pishmaydi uni. Chunki uning bo'yni asliga güzel. Bir narsa taqash ketmaydi dedi. Va dibaju la yuzra bihi annahu ghayru muallam. Jipak raqlab qolsa, buning kashtilansin ya baqsam ishlangan bo'lsin, ishlanmagan bo'lsin, bu jipak raq bo'lgan ekan, sidan ishlangan bo'lsin, shunda güzel ko'rkam, jiloliq turdi bu dedi. Kadalika she'r shunda لا يذهب بحسنه وروائه أنه غير منظوم ولا موزون. Şiir mi? Obdan tizilmeğen ya vezne uçuşmaydıgan boğusumu onun güzelliği ketip kalmaydı öyle. Hüsn diyen ruva işkisi bizge. Güzelliği, körkemliği. Ruva. Ruva. ذلك هو الفرق بين الشعر والنظم. Şiir bilen nazm. İşkisinin oturup fark şu değil. Demek onun bir anda çıraylık bir resimlik bir söz. Şiir mi şunda? وها أنت ترى ألا صلة بينهما إلا تلك الاصطلاحية التي لا سبب لها إلا اعتياد الناس أنهم ينظمون ما يشعرون. Hemen sen kırıp turpsa. Bu işkisinin oturda başka bir münasebet yok. Fakat lan kişiler şiirde bezgan narsın var. Redler çıraylık. Tabi uçurub binas kılıp köngen boğallıktan başka bir kelişken sebep yok. İstilahiye degan da bütüşken. Özleri anda bunda buluda mesela bütüşken bir sebep yok. İttifakiye degan da istilahiye. Adetleniş, köngen, adetleniş. Demek asli şiir. Lekin biz şu şiirden bunda bir xil qafiyalashtirib, vazn uçurup, şu aruz ya barmoq vaznini bizga uçurup, bunda qilib könep qoldik. Bo'lmasa bu şiirde. Ve tilke sıla hiyelleti halatat beynama. Muşu ikisine o'ttirdiki, muşu adetlengendan ibaret muşu bir münasebet, ikisine qo'shayotgan narsa shu, aralashtirayotgan narsa. Ve ammat ala kathir minan nasi amraha. Bunun haqiqatini nurg'un kishilarga gunga qilib qo'ygan, tutib qo'ygan ish shu dedi. Amma degan gunga qilib qo'ydimi? Ve hiyelleti adkhalat an-nazzamina fi i'dad ash-shu'ara. Muşunda bir adet boğaşkan, bu adet aşında şiir retlep, kabilik ayında şiir okuyduğun kişilerini şairler katarıga kirgizdi. Falan şairler. Ve alqat aleyhim cemi'an rida'an vahida. Ularning hammasiga bir xil ton yaptı, taşıldı dedi. Şairler deb bir xil nom berdi. La istata'u ma'ahu at-tamyiz baynahuma. Ve kendisinden de şairler Katar'dan kılvetti. Ve kendiken ikisinin ortasını ayıramaydan bulup bulduk. İlla lil qalili minen naqidinal mustabsirin. Fakat naat ötkür, nezri ötkür, bahalıqçılarla onu ayıralaydı o deydi. Naqid degan bahalıqçı. Asli bu naqid degan burunqi tillarni, jajini ayıradigan zagaldek adamın naqid. Keyin ondan ma she'rdanmi, so'zdanmi, jajini ma she'r emas. Ma'munda deb ayıradiganini naqd, ya'ni adabiy muhokamaga ishlatilgan bo'ldi. Naqd degan adabiy muhokama. فأصبحنا نقرأ لبعض المعاصرين القصيدة ذات المئة بيت. Şo'lan biz endi ayırmaydigan bo'lg'achqa, hozirgi zamondagi ba'zi shoirlarning bir qasidasini o'qiymiz. O bir qasida 100 baytdan tarkib topgan bo'lishi mumkin. Fala najidu baytan. Dedi uning ichida bayt deyishlik va baytdan biz topolmaydi. 100 bayt bo'lsa-mu, ichida bir bayt yo'q.
وَنَتَصَفَّحُ الدِّيوَانَ ذَا الْمِئَةِ الْقَصِيدَةِ Yani 100 kasidelik bir divan. Şiirler toplumunun divan demiz bu. Şunu varaqlab kirib baqsaqmi? فَلَا نَعْثُرُ بِقَصِيدَ Kaside digidek bir kaside işitanmaymiz. Şunda bulab qoldik deydi. وَأَصْبَحْنَا لَا نَكَادُ نَجِدُ بَيْنَنَا قَارِئًا غَيْرَ شَاعِرٍ Aramızda şair emas, qarimdan bizni topolmaydigan. Hamma qarimni şair bo'lib ketdi. Yani o'z vaqtida deganlar bor. Bunda bu qariyan degan balki bir xat o'qiy oladigan odam bo'lsa, hamma şair bo'lib ketgandek. لأنه لا يوجد في الناس شخص واحد يعجزه تصور تلك النغمة العروضية وتصويرها حتى العامة والأميين. Yani qari degan mishada xat o'qiy oladigan odam demak ekan. Xat o'qiy oladigan odamdan bu savodi bor odamdan bu sha'ir bo'lib ketdi bu deydi. Nima uchun degan chaqda? Chunki kishilar orasida shu aruzi nag'mi navoni tasavvur qilinmaydigan bir odam yo'q deydi. Hatto avom savodsiz kishilarmi taqa bu arudi nag'mi navoni tasavvur qilib bunda o'ylab tushunadigan holatda deydi. Undan hammasi shuni tushirib bilan zabbaqlan bu she'r bo'lib qoladi. Amaliyotda haqiqiy she'r Üstün jirak bu deydi. Uyg'ur she'rida shunday nurg'un she'rni o'qimizda axlatda bizning gaplarmi. Haqiqiy odamning hissiyotini urg'utilgan, bir narsani tutilgan bir bunda bir inson tuyg'usi, vijdoni xitob qilgan oz. وَلَقَدْ كَتَبَ الْكَاتِبُونَ فِي تَعْرِيفِ الشَّعْرِ Yazgıçılar she'rni ta'riflab bir narsani yozib ketdi. She'r degan manda narsadan iborat u bu deb ketdi. وَفْتَنُّ فِي ذَلِكَ اِفْتِنَانًا Shu she'rni ta'riflash masalasida turli har xil gapni qilib ketdi. İstanna degan turli gapni afanini turli har xil gaplarni qilib ketdi. Ba'uda bihi an makani. She'rning haqiqiy ta'rifini qilib qo'ydigan o'rindan yiroq bo'lib ketib qoldi to'l gap qilib. Va indi endi mening nazarimda an afdal ta'rifun lahu she'rning eng yaxshi ta'rifi annahu tasvirun natiq. So'z bilan tasvirlab berishdan iborat. Söz bilan tasvirlash degan bo'ldi she'r degan. Lianna qa'idata ash-shi'r al-muttaridata yata'thir. Chunki she'rning hech bir qachon yo'qlab qolmaydigan qoidasi nima? Ta'sir qilish. Ta'sir degan ta'sir qilish. Muttarida degan izchil munda bo'lib qoldi. Bir qatimmi tushib qolmaydigan, yo'qolib qolmaydigan. Shuni she'r degan sha'ara, es tuyg'udan kelgan asli. وميزان جودته ما يترك في النفس من الأثر. أن bu she'r bunda yaxshi isiz she'r deb baholashning o'lchami nima desa, buning o'lchami ma yatruku fi an-nafs min al-athar. İnsanning ko'nglida qoldirilgan ta'siroti shuning qarta andin bu isil yoki isil emas bo'ldi deydi. Va sirru zalika ta'sir an-sha'r. Ana shu ta'sir qoldirishning siri nima desa, shoir yatamakkanu bi bara'at uslubi ve kuvvet xiyalihi ve dikkati mesleki. Şair özününki uslubunun naati ustalığı bilen, xiyal kuşu bilen ve tutkan yolununki jinçkilik bilen ve saati hilatihi bir ustalık bilen deyilən. Saati hilati diyen jiqishlik şair tapalıdığan imkaniyetin çoğunluk bilen qandaqlalaydigan min hakki zalika sitaril musbali duna qalbi. Kalbi bilen ma başka kişiler o'tirdiki perdolab tashlangan ashunda bir to'saqni buzutadi. Hatta yer tutadi, buzutadi degan. Sitar degan parda, al-musbal degan endi tashlangan. O'zining dili bilan qarshisida turgan kishi o'tirdiki perdini yeritib tashlab qalbini boshqalarga eshib kirdi demoqchi. Va tasviri ma fi nafsihi lis-sami'i tasviran yakadu yarahu bi'ayni. Ko'ngildagini she'rni anglagan kishiga xuddi dilidagini aşağıdan kirib turgandek tasvirlab beradi dedi. Va almasuhu bi banani. Xuddi dilidagini narsani she'rni anglagan kishi unda qo'lda tutib kirib baqqandek holatda biladi edi. Fa yusbihu sharikahu fi hissihi va vijdani. Shunlar bu anglovchi shoir bilan shirik bo'ldi. Shoirning his tuyg'u va vicdanida yoki ko'nglida his qilayotgan her bu arzu arman isteklere dert elemlerini tam ortaklaşalaydigan bir şirik bo'lib qoldi deydi. Yetkili bu kay şair yig'ilsa u yig'lab ketadi. Kulsa u kuladi. Achchiqlan bo'lsa achchig'i tankash qilib achchiqlab turdi. Va yatribu li tarabi. U shatlansa bu shatlanadi. Inshaalloh shatlanib taraf. Ve yatiru ma'hu fi zalika al-fada' al-wasi' min al-khayal. Ash-shair bilan birga
xayoldan tarkib topgan kangri havo bo'shlig'ida ushidi deydi, birga ushidi. Fayarat tabiata bi ardiha va samaiha. Shundan bu tabiatni ay ziminni zimin, osmonni osmon, quyoshni quyosh, oyni oy, yulduzni yulduz bunda shaklda bağlarını bağbostanlarını bağbostan, çiçeklerini çiçek halette, tuzlanlıklarını tuzlanlık, tağlarını tağları halette ve sadihaha ve bağimaha. Sadaha diyen sayırdı. Bağama diyen kiyek, manda merdi diyen. Demek aş tabiatta sayırgan bulbulunu, aş sayırgan bulbul halde. Mergen, toğluğun kiyiklerini, kiyik halde aş bütün da asmanda uçup şarılan yagi şunda qarabama bağkenma tağkenma tuzlanlıkkenma östenken mavunda saraqın bulbulkinden ina qayında küralaydı. Wa natiqaha wa samitaha. Aş tabiatike söz qilib turdiganlar va söz qilmay zuvan sürmaydiganlarni ina küralaydı. Min haythu la yanqulu ila zalika qadaman. Aşın küreş için bir kadam bunda atlap bakmay durup, şu cahil durup aş şehrini anılgan hemen aşında bilaleydi deydi. Ve la yulaqi fi sebilihi nasaba. Aşında inet küreş yolu da herip çarçımasın. Asallam aş şehrini anılaplam aşında inet küreyleydi. Ve bu şairlen bu çıksa tabiatının xiyal asmında parvaz kılıp da aylangan diken yerdeki bütün hemen aşında inet anılıp kürdü. فإن سمع قول القائل شاهد ما سنغلب قاسم مثلا وقانا لفحة الرمضاء واد رمضاء diyen زمانغا mesela qat aptab tushsa qiziydiğo şu zamanın qizisini Ramazan deydi. Bizni şu qumning kaptidan saqlab qoldi, qo'g'dab qoldi deydi. Nima? Bir vadi. Bir vadi varken şu qo'g'dab qoldi. Saqahu mudaaful gaysil amimi. Aş vadiga umum yüzlük esler yakan yağmur aş vadini suğagan dedi. Bu yağmur bak çıktı ya. Şu vadi annem bizni aşı kızık kumdan saklap kaldı demek. Nezalna davhahu fahana aleyna. Biz onun bükbaraksana çoğun derhinin astığı uçken toqlaydı. Davha diyen bükbaraksalık yoğun derh. Fahana aleyna. Biz derhinin astığı uçsak bizge bu muda mehre şefkat kılıp bizden kuddamda sayısı astığı ağandak. Bizni qo'ydigandek nima qildi. Hana degan bizga mehr ko'rsatdi demoqchi. Han wal murdi'ati 'ala al-fatimi. Fatim degan emchakdan ayirgan bola. Emchakdan ayirgan buvoqqa imitkish ayol qanday mehr shafqat ko'rsatilgan bo'lsa, bu vadidagi daraxtmo bizga shunda mehr shafqat ko'rsatdi. Wa arshafana 'ala zama'in zulala. Ala zaman degan susuzlik, chanqiganlik holatimizda bizga o'tlatdi, ish kuzdi. Arashaf degan o'tladi degan. Bunda sunavasan ko'p qilib bunda o'tlasa, bir o'tlam, ikki o'tlamasa arashafa. Suni ishning darajalari bormi? Ko'pilda tipish va o't qilib yutish va bir o'tlam, ikki o'tlam ish va arablarda shundan ayirmalarimiz bor. Nahala, alla, shunda nimalar bor. Marashafa ham shuning bir qismida o'tlab qilib birashga o'tlaganlar. Ani qattiq ustigan chaqda ko'pilda isti chataq, nima? Qattiq ustiga odamga, chanqi odamga ko'p suv ichmaydi. Bir o'tni o'ttirganda berdi. Atmo shunda qattiq qizg'an chaqda suv ichmaydi. So'ytumanning quluga mesela çölde kalıp ağzını şunda gezvollab neçe gün suzgan odamga ko'p bermaydi. Lutup maraşafa degan shu. Qat sap chanqal vaqtimizda beshga o'tib qo'ydi dedi. Nimani zulal. Sapna suzuk shirin suv dedi zulal. Al-mal zulal degan. Tatliq shirin sap suv degan. Ayında tatliq shirin sap suvni biz qattiq chanqal vaqtida beshga o'tlamdan ichkizib qo'ydi. Elazza minal mudamati lin-nadim. Mudama degan haraq, sharab. Nadim degan haraq sharabni ichib turadigan suhbatdish, ulfat. Bo'limda mungdishib, dardlarini to'kishib, ichib o'tiradigan shu nadim. Demak, shu haraq sharab ichib turadigan odamga nisbatan haraq sharab tetigandan bakrak, shunda obdan tetadigan sap suvni o'tib berdi bizga. Yasuddu şemse enna vacihana. Qachoniki beshimiz kun tushib mesela quyosh nuri bizni qattiq izvatsa yoki bizga ziyon bo'lsa, qachza kun nurini to'sab dalbiq qiladi deydi. Fayahjubha. Demak, uni to'sab turdi. Va ya'danu lin-nasim.
kun nurini to'sablam nasimiyamizda mayin shamolga yo'l ishib turdi. G'urrida mayin shamol keladi. Yaru'u hasahu haliyatal azara. Yaru' degan qo'qitdi degan. Cho'chitdi. Uning tashlari, shig'il tashlari, hasa degan shig'il tashlari, shu vadining shig'il tashlari qizlarning zibiznat taqganlarini cho'chitdi. Haliya degan hilya taqgan qiz demak. Azara degan qizlar. Fatalmasu janibal iqdin nazim. Bu qizlar cho'chib ketgan ekan. Bu qiz masalan, vadi uzoq qarasa vadidagi shig'il tashlab ekan. Yomg'irchib shunda paqirab shunda julaliq tug'an ekan. Bu qiz g'achidma majinni bunda tutib ekan. Mening mush majinim bunda uzilib ketiblar, mushay chesib, mush vadining shig'il tashlari, mening majinning tashlari mo'y emas bunda tutib qilgan bo'lib ketadi. Demak, vadining tashlarini ko'rgan chig'ida bizning majin taqib olgan qizlar cho'chiblar g'achidma majinni tutib soladi deydi. Çünkü benim macinim çuğulup çıkıp bunda yerde taşlanıp tuğan taşlamış benim macinimin teşmiki dert kalıdı. Huyyela lahu, anda şaranda xiyal qıptın. Huyyela lahu diye anda xiyal keldi. Ennehu yahturu fi zalika rawdul balil bayna anwari. Yahturu degan unda larzan lanshib yurgandagi anda xiyal qildi bu. Nada anda lanshib yurdi esa ar-rawdul balil bayna anwari. Balil Balil degan namlangan, yomg'ir yoqqandan keyin namlandi. Namlangan bir bog' bo'ston ravd degan. Yoki yaylaq. Shu yerda shunda yo'q qilgan tashlining paqirgan tashlar nurlarning orasida bunda lanshib lag'aylar yurgandek o'yladi bu o'zini. Va azhari chechaklarning gullarining orasida yurgandek. Xataranun nasim. Qanda lanshib lag'aylar yursa, xuddi may shamolda larzan bo'lgandek bunda lanshib lag'aylar yurdi deb o'yladi o'zini. Shu xataran degan ihtijoj ma'nosi bor. Bayna zilali va ashari. Soylari va dildaraxtlarning oralarida bunda agib lag'aylab yurgan mayin shamoldek o'zini shu bog'dagi yoki shu vadidagi gulchechaklar orasida unda lanshib lag'aylab yurgandek his qildi dedi. Wa annahu yara bi'aynayhi ulaika al'azara as-sanihat. Xuddi bu xiyolda shu sanihat degan xiyol surgan. Sayihatmi sanihatmi? Sayihat. Nega sanihat deb turdi? Sayihat olsa yo'q, sanihat. Sayihatmi? Agar sayihat olsa arab tilida bu sayohatchi degan ma'no kelmaydi. Bu sayihat ya hozirgi unda bir yutkilib qolgan bir ma'no. Qur'on Karimda sayihatin sayyibatun va abkara, taibatun muqanitatun da bu sayihat. Sayihun deb Qur'on Karimda bu ba'zi jihat ma'nosi qildi. Yoki ro'z tutgan degan ma'no. Bu hozirgi sayohatchi degan ma'no kelmaydi. Shunga so'zning yutkilib ketgan ma'nosi zamonimizga chiqdi. Ma sanihat bo'lish kerak. Sayohat o'tib sayohat qilgan qizlar degan bu. Sayohat qilishlar munosabati hozir. Balki ham shu vaqtda sayohat qilgan qizlar bo'lishi mumkin. Demak, sayohat qilib cho'glayotgan, tomosha qilayotgan qizlarni o'z ko'zi bilan ko'rgandek o'yladi dedi. Yoki sanihat bo'lsa, ko'ngildan bir qattiq bir xiyol kelib qolgan qizlarni o'z ko'zi ko'rayotgandek. Chunki tashni ko'rgandan keyin g'achchi buniga uning gulabdan tushib ketib chechib ketdimi yo deb g'achchi bir o'y keldi-ku. Shunda g'achchi bir xiyol kelib qolgan qizlarni ko'zi ko'rayotgandek, shuni kuzatayotgandek bunda holatda. Vaqad ra'ahunna manzarul hasba illama. Yaltirab turgan, paqirab turgan shig'il tashlarning ko'rinishi, manzarasi ularni cho'chitib o'tgan chaqda qizlarning da ko'rib turgandek. Fawqa tilka dibajatul khadra. Shu yap-yeshil jipak bir parcha payandozning mahmalning ustiga chechib ketgan uncha marvoyat tashlar ko'riblam unda cho'chigandek. Dibajil xadar degan shu vadi yaylaqni demakchi. Fatawallahna degan shuni ko'riblam shig'il tashlarni qachida asratlandi bu. Yoki qo'rqib ketdi, cho'chib ketdi. G'am tushdi beshiga. Wa faz'na ila jawanib uqudihinna yalmasnaha bi atraf bananihinna. Faz'na degan oldirab qo'rqib yugurdi degan ma'no. Shundan qonun g'achchi ko'ngliga
Şunda bir dekkidükke payda olgandek bulap, qilgan ekan bu g'achchini oldirab bilan qo'lini nagi yugurtdi, g'achchi majini yugurtdi. Javanib uqudindan. Uqud degan bo'yni saqan gulabga majan tiziqlarning tizislari. Shuning g'achchida u ham bu yerni tutdi deydi. Barmoqlarning uchi bilan. Yahsabna an qad wahat. U endi o'ylab qoldi u qizlar. Shu majanni tizgan yeb, tushirib ketib, ajizlab ketib, uzib ketgan. Fantasharat jawahiruha fi tilka rawdul arid. Jib ajizlab ya uzib ketib, ya tushirib ketganlikdan g'achchi uzib ketib, uning marvoyat yoki go'harlari ash Gulistonga cheshib ketib qolgandek o'ylab qolgan. Arid degan chechaklari yeshilliqini aytib mo'l deganlar. Bu barassanna shunda Guliston demoqchi. Ar-rawdul aryad bo'lishi mumkin, ha? Rawd degandan ismi taqdil chiqqandek aryad bo'lishi mumkin. Arid bo'lishi mumkin. Demak, hozir bu shariatdan adabiy muhokama, obzor, baholash nimasiga o'tkazilgan bir ahvol bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.